Germaniyada yashaganim uchun o'qlov olganim yo'q. O'qlovni olgim kelmayapti, to'g'risini aytsam. Mana xamir yoydim. Mana shunchalik. Xamirda mana bu pishib plyonкani ishlatdim, keyin mana bunaqa o'qlovim bor. Bu esa shtativ. Shtativda ishlatdim. Bunday qilib hozir ko'rsataman, layfhak. Shtativdan ham o'qlov qilsa bo'ladi. Ko'rdilaringmi? Hozir buni kesamanda mantiq qilaman. Bugun nemischa mantiq qilyapman. Xamirim yo'qgina bo'ldi mazza. Bugun nemischa mantiq qilyapman. Efirimda live'imga kirsangiz ko'rasizlar. Negirda ko'chada qorong'i joyda o'tiribman, chunki live'im faqat xonadan bo'ladi, shu zaldan. Hamma narsani zalga olib kelib olganman. Mana bu yutib qarang, mana 10, mana xamir. Live uchun nimalar qilmayman. Efirimga kiring. Hozir kirmang, uni efir tugatdim, mantini pishirib keyin yana kiraman. Xullas mana nemischa mantiga men zambariq, piyoz, yana go'sht, tovuqda molni farshi. Talqada pishiraman, talqada. Chunki mantiq qozonmam yo'q, o'qlovim yo'q. Hozir kesib buni xamirda bukaman. Lifehack shtativdan xamir yoydim. Kimdir shvabrada yoyadi, shvabrani dastagida, kimdir buni sizlar o'ylab topadi. Biz o'zbekmiz-ku axir, o'zbeklar shunday o'ylab topadi. Xamir lekin juda ham nafis, juda ham juqqa bo'libdi. Ana. Mana qarang yuqaligini xamirda. Voy, yaxshi ko'raman xamir o'yinda. Men borib plitani yog'ib kelayin, talqaga nima solib, suv solib, nimaga skоворodkada pishiraman mantini, hozir ko'rsataman. Mana azizlarim, mantini bukdim. Endi borib pishishga solaman. Mana suvim borib kelyapti. Mantiq qozon yo'q, nima qilay? Mantiq qozon yo'q. Bakarım. Trük okşamadı, trük. Bu oldu. 35-40 minutda pişadi. Mana mantiq, ha? Mana. Hozir buni endi bir baloq qilib olaman. Oson emas, qulay emas, lekin odam juda manti yegisi kelsa Germaniyada shutib pishirib yesa bo'ladi. To'g'rimi otasi? To'g'rimi. Tarelkadan suv pastga oqmagani uchun tarelkaning ichiga suv yig'ilib qoladi. Buni bo'lsa bit jugaramas, ko'rsataman. Nima qarab turing, men buni tagini o'chirayin. Mana bitamanda mana suvni oqizib yuboraman. Suvni oqizaman-da. Yana bitta tarelkani ustiga qo'yaman. Ana xolos, mana xolos bo'ladi. Odamni azobi emas, it azobi bu. To'g'rimi? To'g'ri. Endi bu nemisga jo'g'ama bilmayman. Bu nemischa manti, Deutsche manti. Otasi oling mana. Deutsche manti otasi mana juda ham xamiriga tuz solish esimdan chiqib ketdi aytmoqchi. Meni mana gulimni qarang, bugun Kauflanddan oldim. Degustatsiya, shvatska. Да. Degustation. Конечно. Buni hozir ikkinchisini ham qo'yib qo'yman bu yerga. To'xtang, bitta suv bering-da menga, suv. Vassa bitta. Конечно. Vassa и suv. Suv.
2 marta qo'yib olaman, mana bir marta ikkalamiz yeymiz. Buni keyin ertan pishirsam bakın. Schatska, aber Eisschrank. Aber tуда. Essen? Oder morgen. Okay, für morgen mana. So, Schatz. Dadasi bismillah de. Ibi qo'l bilan oling endi Schatska. Schatz, ich kann nicht schlecht mit den Händen nehmen. Die O'ltirdi. sind sehr heiß. Issiq deyapti, bahona Nicht qilyapti. Niemetski immer. Men es auch brauchen. Mal, du Ich guck mal, ich nehme ja schon die Hände. Ja? Немецкий манты. Bisschen Salze. Nee, keine Salze, ja? Mhm. Bisschen. Mhm. Ne. Ich vergessen Aber hier super. Salze. Nö, ist aber gut. Gut? Mhm. Mana qora mushtiyam sepaylik otasi to'xtab turing. Bisschen Pfeffer, klar. Vielleicht ein bisschen Koriander. Koriander, ja, Salat. Salat, genau, Salat ist perfekt. Yo'qmay ketsin-da, o'zbekcha ovqatlar. Dimlamani bo'lsa yedirdim. Dimlama auch alles essen. Alles. Dimlama. Meine Dimlama o'zbekcha. Yedi. Dimlama habe ich auch gegessen. Dimlamadan keyin mana mantiq qilinyapti. Dimlamani yemagunimcha boshqa ovqat qilmayman dedi. O'zim dimlamani 2 kun yedikmi? 2 kun yedik. Yoqimli saha, guten Appetit dadasi. Dankeschön, mein Schatz. Merci. Mantini ikkinchi partiyasini soldim. Mana Schatz. Hunger. otasi bittani yedi, kamerani to'g'rilagunimcha. Yeng, manti. Manti. Dimlamani Darf ich, yema. Schatz? Darf ich? Deutsche manti, ya. Oh. Dimlamani yemaguningizcha manti ovqat qilmayman dedim. Boshqa ovqat qilmayman, o'zbekcha ovqat dedim, qo'rqqanidan yedi dimlamani. Endi mana mantini qilyapman. Mana ichidagi go'shtini so'kini chiqarib, alles Wasser tela. Mantini buydi otasi. Handy, nur handy. Faqat qo'l bilan yeyiladi. Tushundingizmi? Mana buytib yuboradi-da. Понимаешь? Verstanden. Gabel, vilka mana 5 barmoq. 5 barmoq. Biş bolu. Gut?